Gentra'ni navorochenniysini olmoqchi bo'lganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili to'g'ridan-to'g'ri egalaridan 2019-yil ishlab chiqarilgan rangi Choco, 3-paysi avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 117 ming kilometr. Mashina benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab, akkuratli haydalgan, hech qanaqa muammosi, hech qanaqa rasxodi yo'q. Oyog'ida 15 diametrli chiroyli diskalar turibdi, balonlarning holati yaxshi holatda, hali bemalol yurib tursa bo'ladi. Kraskasi 100% toza, kuzov tekis holatda turibdi, qirilib ketgan joylari yo'q. Krugovoy tonirovka ruxsatlari bilan oldida boshqacha chiroyli farali, orqada Optra stop, mashinaning 4 ta eshigi va torpedka qismlari shumoizolyatsiya qilingan. Saloniga keladigan bo'lsak, akkuratniy salon, chexol poliga bor, rul bor, qanaqadir Fendiferski, Pioneer magnitofon, video registrator, signalizatsiya Magic Car, 4 ta kolonkasi ham o'zgartirilgan ekan, 2 ta usilitel qo'yilgan, orqada subwoofer bor bagajda, lyuk albatta mavjud. Bitta usiliteli bagajda joylashgan, ikkinchisi salonda sideniyaning pastida va subwoofer ham o'rnatilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9700. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.